Arafa kuni osh tarqatishning tarixi va ma'nosi. Arafa kuni hijriy qamariy taqvim bo'yicha Zulhijja oyining 9-kuni, ya'ni Qurbon hayitidan bir kun oldin. Bu kun haj amallari bajariladigan eng muhim kunlardan biri bo'lib, hajga bormagan musulmonlar uchun ham duolar qabul qilinadigan, ibodatlarga rag'batlantiriladigan kun hisoblanadi. Hadisda kelgan: Arafa kuni roza tutish 1 yil oldingi va 1 yil keyingi gunohlarni kaforat qiladi. Imom Muslim rivoyati. O'zbek an'analariga ko'ra, O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida Arafa kuni hayit oshi pishiriladi. Buni ba'zi joylarda Arafa osh, ehson osh, hayit oshi deyishadi. Bu osh marhumlar ruhiga bag'ishlanadi. Yaqin qarindoshlar, qonu qo'shnilar, ehtiyojmandlarga tarqatiladi. Mahallada jamoaviy tarzda qilish ham keng tarqalgan. Ehson va savob niyatida ushbu urf-odat asosiy maqsad ehson qilish va savob olish, marhumlarni eslash, jamoaviy birlikni mustahkamlash. Ayniqsa qishloq joylarda bu oshlar katta qozonlarda pishirilib, ko'p sonli odamlarga tarqatiladi. Ba'zan masjid yoki mahalla binosi yonida pishiriladi. Bugungi kunda zamonaviy O'zbekistonda ham bu an'ana saqlanib qolgan. Ko'pchilik oilalar o'z uyida yoki mahalla yordamida osh pishiradi. Ayrim joylarda bu osh hayit kuni ertalab ham qilinadi. Bu holat odatda marhum yaqinlari bo'lgan oilada yoki o'sha yil ichida kimdir vafot etgan bo'lsa ko'proq uchraydi.